O'zingiz qancha dedingiz Odil aka buni? Men bularga 300, men unaqa 500 da bilmaymanmi? Yo'q, bu nima qilaman gapini? Ha. 500 da ish kerak. Hoji aka, bering shuni, bir ot qo'ying. Ot qiling, siz bilmaysiz, ot qadriga yetmaysiz. O'ta puli ko'p odamlardan ma'zuzda pul yo'q. U menga qarang, joy kelsa mana shu hozir 500 millionlik narsa, aka. Quruq va kichkina bering, qo'shin. Ana, meni qiling. Siz hamma qariyaga pul masjid beryapsiz, xolos. Masjid kampasi. 205 ming so'mga chiqdi ular. Yashi qanday bu? Jazga 3 yosh. Ha. Bo'y qancha? Ha, bo'y 1.60 chemta bor. 1.60 oyoq berganda 65 ha. Parodosi qanday endi? Parodosi nimada? Rossiyaga nima? Do'stlugan hozir. Qo'shin qilinchi 3-4 qolsin bor bo'lmaslik bitadi. Oltilik betadi, bering. To'xtat. Menga qarang. Yo'q, menga qarang. Meni gapni eshittiring. Men bitta otni qilgan bo'lsam, mehnatim tashlab ketmasdan 50 ming qimmatga olaraman. Siz 50 ming arzoniga olavering. Bo'lmaymi endi? Ho'p, siz bu olasidan 5 ming qo'yib sotasiz. Atasiz yana qancha bu? Mana joqdan men otlar tortib turaydi ular. Soda bo'luvchidagi. Bu yash qancha deyman? 8 yosh. Boz qancha ekan? 200 ming. Qorabayir. Ulog'ida bor. Maşallah. Qayerdan oti? Ha, 5-5'da bor. Ha. Qayerdan oti aka bu? Jaldiqi bu. Telefon ayta olasiz bunda? 74 mi? 95 10 68 nomeriga baylanishib ko'rsatadi ular. Ha, yaxshi. Siz qancha ekan bo'lsa ekan? 200 ming. Jashicha? 7 yosh. Maşallah ular. Yaxshi. To'rni qancha o'tasiz aka? 150. Jashicha? Jazga ikasi. Ha. 150 ming. O'ta yaxshi aytdi to'g'onlar. Telefon ayta olasiz aka so'raganlar? 0557 bilan 13 13 37 nomeriga baylanishib ko'rsatdi to'g'onlar. Uloqqa kirgan aka? Uloqqa kirganmi? Kirgan ha? Yaxshi. Bunlar yerda. Qancha deysan bo'sin? 320. Jashicha? 5 yosh bunlarga. Hem parodoz qanday bo'ladi ham? Qorabayir qirg'iz yo'lsa to'g'onlar. Bo'yida 1.65 chiqib qoladi o'xshaydi. 1.60 ha, ildiymi? Qiziqqanlarga telefon aytamiz-mi? 79 men. 29 12 89 ekan to'g'onlar. Ha, yaxshi. Bizda sizga yaxshi. Ko'rsatib qo'yin dedim sizga. Qanchaga chiqdimi shunlar? 200. Qo'sha. Ya, ariyga olib chiqdim men turpoqqa bo'ladi. Men nima qo'rqitadi bu? 200. Keling soting. Yo sotaman. Anvar aka. Bo'lsa o'sha 5 ga bering. Oblaga Men tashlasam bo'lmaydi. 210 mingga chiqdi o'shanda? Qanchaga chiqdi bu? 105 ming deyapti. Ha, 205 ming. O'sha 5 ga bo'lsa bering. Siz otni topib bilyapsiz endi o'zingiz. Ha, yaxshi, 205 mingga. To'g'onlar, men otlarni da tartaverayin. Sizlar olsay turingizlar, like-dan bosib, kanalga qatta olmaganlar qatta olib turingizlar. Bu yerdan joyda qattar tartaymiz to'g'onlar. Pul necha kiloga buni? Qancha ekan bu bahsi? 600 ming. Oho, to'g'onlar, 600 ming so'm bu xotiga.
sekin. 600 ming ekan. Siz qancha dodasiz ekan? Tartpayla qo'ying be. Bo'ldi. Yaxshi. Tartpayla qo'yasiz ona. Jashichi buning? Yo'q, bunjasi 5. 5 yashar. Rossiyavi? Ha, qancha ekan bahsi? Bahsimi? Ha? Ha, bilesinglar-ku. Majorda o'ta cho'ng olib turadi onlar. Qancha ekan bahsi? Qancha ekan bahsi akasin? 500 ming. Jashichi? Jazg'a 4 degan to'g'onlar, maşallah. Ko'z suyasin bo'yida bir jetim chiqib qolayotgan to'g'onlar. Ketdimi, sotildimi, ne oldu aka? Qanchaga ketdi? 210 mingga. 210 mingga. Nasıl tortadırgan vakti ketip oldu. Men sizlar kutib o'tirdim dedim majorda. Qana ot. Qana. Ot tortib qo'yinglar meni. Çay. Qo'lini yaxshi ko'targan mana chiroq chiqar. Ha. Ha, odamlarga sor. 210 mingga to'g'onlar sotildi. Oo. Ketdi. Oldaki qanday o'zi? Kaç biriyle kaç lira? Yok 8. Lottu. Şu lottu. Şika qayerni oti ka bu? Şu jartku. Telefon aytamiz beka qiziq bo'lganlarga. Ha? 700 meni. Qattiqroq aytinglar. 73-88-26. Ha, to'nlarımdagi. Ulog'i bor ekanmi, ha? Chavuldek. Ha, yaxshi. Mana to'nlar. Chavib ko'rasizlar qiziqqanlarga. Telefon nomerini oldik. Alloh qanchaga sotdingiz boyag'ini? 210 ming. 210 ming, ha, yaxshi. O'zining o'zidan da u qo'yildi to'nlar. Ketdik tog'a. Allah. 180 idi. Boyu qancha aka? 180 maşallah. Boz qancha ekan? 300 ming. Jashichi? 9 yashar maşallah. Qarabayir aka? Qarabayir to'g'onlar. 180 otdi. Birinchi yo'l ko'rdim to'g'onlar. Qayerdan otga bu? Ha, Bishkekdan yurgan, ha? Buna to'g'onlar. Hozir telefon nomerini olasiz to'g'onlar, esilsa. 180 mingga ne? Kerak bo'lib qolganlarga to'g'onlar. Aytinglar-da telefon. 1550 million. 07 84 84. Şul baylanışıp ko'rasizlar to'g'onlar. Otchaqqan bo'lsa. O'ta cho'ng degan edi. Qancha sotildi? 53 mingga jon aytsangiz aka. 73 ha? Ha, 70 ming so'mga sotildi. Jashi qunani o'xshaydi, ha? Jamasi. Jazg'a ekasi ekan. Onlar buni otib ko'ringizlar. Bo'ldi, to'xta. Maşallah. Buni bozi qancha ekan? Bunda raqadach. Maşallah, umaga. Bosini bilib aytgan, jashicha. Jashinda bilmaysan. Yaxshi to'g'onlar. Bu Rossiya ekanda bular to'g'onlar, rosa top qayday turgan ot ekanda. Qancha deysiz ekan? 300 ming so'm ekan to'g'onlar, esi mening jonimda. Jashichi? 6 yashar, maşallah. Ulog' bor aka? Endi uyrat. Em kiritadi bu. Qayerdan ot aka bu?
Rossiyadan kelgan. Telefon aytamizmi? Ha, aytinglar. 50 bilan 50 menen. 13 53 73 nomeri çalıp ko'rsatganlar. Ajerda dalı çoğaltdı onlar. Qancha ekan bo'lsa ekan bu? Taqsir. Qancha ekan? 700 ming jashichi. Maşallah, 2 yaş, 700 ming. Rossiya o'g'im. Rossiya parada. Paradoks qanday? Sallallahu. Mazaqdan da ko'gat tortar. Ko'gat bo'z qancha ekan? 220 ming so'm. Jashichi? 5 yaş dolar. Oo, dolarlarga. Qancha ekan bo'z ekan sizniki? Ja tortdimi? Ha, tortdim buni. Qancha o'tasizlar ekan? Süraylik. Parodas çataklarlar. Öz 8. Gel avukat bugün. Kaç gelir? Şunda ne şikayet? Tortay naraqa. Şoguna to'qroq odamga urush solib o'tadi. Ha, bekishdan qilib qo'ycha. Odamlar bilan Allah istiyor. Ay, qarasang odamlar odam bo'lib Ataylayda uni ko'rsin vaqtida var. Otunu katıgasın. Yaxshi ekan buni. Orqani boqayam. To'rt qancha deyaptimi? 500 ming desa kerak. 500. Jash qanday ekan bunda? 500 ming so'm. $500 ming otdi keldi onlar. Ha, tak. Macadan dalı. Ko'zga ko'rinibdi otlar tortaverayım. Qaysi? Ne oldu? Jashi qanday ekan? Jashi bilmadim. Qanchaga chiqdi? 180. 180 ming so'm boshi. Ot bo'g'ib o'tiribdi unda. Boy 1.65 çıkıp alatken bağısı 180 ming so'mga berib aytdi onlar. Ot sunduğun desa ekan. Jogon qo'li. Qashqari qanchada odasi ekan? Ha? Bağoldu mu? Bağoldu. Ha, 107 ming so'mga bağol o'tibdi onlar. Jashi qanday ekan bunun? 8 yaş. Bu tumshug'i boshqacha-ku, tumshug'i. Arab. Yaxshi. Qancha ekan bo'lsin buni? 350 ming. Jashicha? 3 yaş. 350 ming so'mga keldi. Aytilish bahsi. Jashi 3 yaş dedi. Sarat tap geldince buradan. Sarat qanchada o'tasa ekan? 300 jashicha? İşte. Maşallah. 300 ming so'mga keldi onlar. Ya.
Bo'ldi. Qancha ekan bo'g'asi bular? Aha. 76 bo'ldi mana shu ot. Ha, sotildi va? Yo'q, bermayapti. Ha, berib aytadi ekan bular. Yaxshi. 135 ga. Qancha ekan bo'g'asi aka? 5 yashicha. 5 yashar. 500 ming so'm ekan. Oho, bunlar canavar. 180 ming so'mga berib aytqanlar. Mana. Şunun boğasını bileyle to'g'anlar. Az. Qarata ekan to'g'anlar. Qanchada otasi ekan bu qarani? 200 kam bor. Jashicha? 2,5. 2,5 jash. Toyni qancha qildingizlardingiz? 150. 150. Jashicha bu? Oltaraşka. Bu qancha ekan bo'g'asi buni? 180. 120 oldu bunu. Bunun jashi qanday? Oltaraşka bunlar. Bunlar oltarash. 50 ming. Bu qayerdan kelgan ham aka? Qarasudan keldingiz. Ha, yaxshi. Telefon ayta olasiz aka? Qaysi rayonda? 158 ming. Qanday? 158. 04 25 25. Boshdan ayting. 158 04 25 25. Motorlar. Kolaysan. Kimi? Sunduğunuz. Qancha ekan bo'g'asi aka bu? 150. Jashicha? Bir yarım yashar ekan to'g'ri. 1,5 yashar. Haylar tartamiz hozir. Satıyordun. Bosın. Qancha oldi? Qancha oldi shu ukam? Ya. Satmadıyım. Ha, sotib olmadi. Qancha deysizlar ham buni? 45 milyar. 45 ming so'm ekan. Yaxshi. Bu toylar qanchadan bo'ldi aka? Satım o noktalar sağır mı ki? 87 ming so'm bo'ldi. Bu toylarda qancha oldi ekan? Qancha oldingizlar aka shuni? 72 ming. Jashi 1,5 jash o'xshaydi-a? Oltarash. Yaxshi.